Assalomu alaykum akalar. O'tgan safargi videoni hech kim ko'rmagan bo'lsa ham menda motivatsiya bo'lgan yo'q. Shunday ekan biz videoni davom ettiramiz. O'tgan safar so'ragandim sizlardan qaysi tomondan boshlaydi deb, sizlaring demadilaring, mayli dedim. Ha dedim, meni kontentimga ham qiziq dedimda. Bu qiziqtiraman hali dedim. 100 mingta obunachi to'playman dedim. O'ylayapman endi qanday to'playman ekan. Nu ketdik. Bu safar biz Afg'onistonga yurish qilsak kerak. Undan keyin Ozarbayjonlar tarafga ham o'tish kerak. Bu ham kerak. Bu yoqqa bitta port qurib qo'yish kerak. Portda ketdik. Hop, где-то bir 200 ming pul to'plab olsak Afg'oniston ham bizga bo'ladi. 300 Thank you very. Yuramiz oldinga. Bu yoqqa, bu yoqqa. Sen bu yoqqa. Yana bitta o'tkazamiz. Taka. Wow, mana qaytarib olishdi. Bu yoqqa o'tmadi ishimiz. 8 mingta bo'lsa meniga open qilib turib. Ko'rsatamiz 2 mingta ketadi bir. Bu yoqqa qo'ygan. Senlar bu yoqqa. Bu yoqqa. Bu xatya mashaqqa tursin. 9 ming kishini kutamiz. Thank you very. Ders. Nu hozircha chegaralar yaxshilanyapti. Bu yoqqa yuradi bu yoqqa yuradi. Bu yoqqa yuradi. Esellar oxirigacha yopib ketishasan. Sen sabırlanız ekan. Bitta o'tkazcha qani. Hoppana. Ketdik qani. Endi sen bu yoqqa, sen bu yoqqa. Ketdik qani. Hoppana. Thank you very deb turib hop. Ders hoppana. Endi fraza askarlar tarqatish kerak. Sabab men 29. Xo'sh. Afg'oniston 100% egallandi. Nahotki onam meni shuning uchun dunyoga keltirgan bo'lsa, nahotki men kayfi o'lib ketsam, nima? Mana Afg'onistonga olib berasan degan. Pokiston bilan chegaralash bo'lamiz ekanman. Boshqa iloji yo'q. Ders. To'liq ola olmaymiz. Ko'rganlar sizlar. Nomlarni hoppana qilib bitta bosamiz. Sharu. Mayli, endi boshqa iloji yo'q. Ne hoppana. Shuncha egallagan bir tilla. Mazkur bitani mana degan narsani eshitganmisizlar? O'shaning ma'nosi nima? Afg'oniston. Xo'sh, endi o'ylashlar kerak, yurishsa bo'ladi. Yo'qqa yurishsa bo'ladi. Bu hozir mening masalam shuki, hozir Afg'onistonga mana Ozarbayjon, Armaniston, Gruziyani olib turib, keyin bu yoqqa o'tib, mana yerdan yurish. Kimdir menga ruxsat bersa ekan, o'tib borardim. Men ruxsat bermasa o'tolmayman. Bu hozir qo'shimcha to'plash kerak. Wow. China qanday ketobsan? Ders Yaponiyaga ham urush ochgan ekan Chinaga. Biz ham urush ochamiz. Xatoyim bo'lmasa bo'ldi bu bizani. Eng katta xatolarimdan bittasi deb chiqarmasak bo'ldi. Ders. Hozir kerakchi bir qismini olib turib, sekingina 10%, Rossiya bilan 5%. Ataka. Nima bayda olmaydi to'g'rimi? Kanalga sen bu yoqqa yur. Bu yoqqa yur. Da, ketdik qani. Hoppana. Tiklash. Bak, bas. Inja. Sabot. Inja. Zamon. Des.
Ders. Qani? Ders. Xo'p, Xitoy yaxshilikcha taslim bo'l, bo'lmasam butun boshli davlating mening qo'limga o'tib ketishi mumkin. Da. Bundan bilan chegaradosh bo'lish kerak edi. Jin ursin. Hindiston bilan chegarani yo'q qilib qo'ysak-chi bunday qilib. Hindiston bilan chegarani yo'q qilib turib. Yo, bu tom bilan borib chegaradosh bo'lib qolaman ekan. Qaytar bu yoqqa, qaytar. Qaytar dedim. Ana bo'ldi, bu tom bilan ham chegaradoshmiz. Yangi davlat egallash uchun uning olg'a. Turkistonning uchun bo'lgan dong. Jalan bersin. Nepalgacha bo'lgan yerlar ortib ketadi. Ya o'zimiz bilan chegirmaydi demoqchimiz bizlar. Yo 50 ta bunday qilib degan qadar. Endi bo'lsa bo'ladi. Endi bo'ldi. Ha, katta bo'lib ketdi. 31-o'ringa chiqyapti O'zbekiston. China mana. Meni so'kmanglar, bo'ldi qilinglar. Bu boshqa ilojim yo'q edi. Chunki Xitoyda ko'rdilaring, o'zi taslim bo'lishni xohlamadi oxirigacha. Bu holat meni qo'rqitdi. Biz Uyg'uristonda oldik xullas. Rossiyada qolib ketdi qismi. Endi Afg'onistonga qarash kerak ishga. Hoppana, bitta aylantiramiz. Siyargacha bosamiz. Da. Cho'tan aytdi jiga. Aytdim-ku men senga. Aytdim-ku. Nega birovni aldaysan? Va ishga, men endi nima qilamiz ekan? Yomon bo'pti endi. Давай. Ну, хрома. Bo'ldi harom. Yo'q ekan. Bo'ldi. Qora qoshlaringni, so'zlaringni sog'indim yomon. Qo'sh akalar bugungi jang vashi qizg'in bo'libdi. Xitoyda bir qismi 10% dan oshig'ini egallab oldik. Plus Rossiya bizani olmoqchi bo'lgan yerlarimizni oldi. Hozir esa Afg'onistonni butkul tugatish niyatida jang qilmoqdamiz. Xo'p, Afg'oniston butkul demayman-ku. Wow, Xitoyda nimasi bor edi, yerlarni to'ldirish kerak endi. O'shuncha aytdim, ko'p yer ham bo'lmaydi dedim. Sizlar ha dedilar. Hoppa, tarqatamiz sirazi, buni ham sirazi tarqatamiz, chunki bizga ko'proq pul kerak. Bu yerda ham sirazi tarqatish kerak. Aytganimdek ko'proq pul kerak. Yana armiya bormi? Yo'q. Armiyaga pul ketmayapti. Men bo'lmasam atiga 4000 pul ketyapti.
Nimaga bo'lmasam atigi 4000 pul kelyapti biz tomonga. Xo'p, endi mana ularni sekin kuchaytirib o'tiramiz. Xo'p, shundan keyin videoni yana ham tezlashtiraman. Keyin nimaga qarshi yurishni boshlaymiz. Videoni 10 dal yuraversam bo'larkan. Bizdan nimaga ta'turaman? Rostman yozib turib. Turkiston videosi. Yo'q, bled. Nima qilishdi bular? Wow. Voy. Nima qilishdi bular? Ishgali Hindiston bilan Ozarbayjon Eronni yeb qo'yishdi. Yeb qo'yishdi. Jennerson. Eron egallamoqchi edik. Va yomon bo'pti-da endi hammasi. Nima bu? Hindiston nima bilan Ozarbayjon bilan yaxshimi? 57% yaxshi Ozarbayjon. Da. Bizga hop, Qirg'iziston 18% bizga ahvolni yaxshiladi. Hindiston 22% ga yaxshiladi. Bitta balchamiz bor. Odamlar foizi to'ldi. Xo'p, mana ko'rib turganlaringiz hozirgi Turkiston, go'zal Turkiston, senga ne bo'ldi deydigan mashina. Faqat bu biroz boshqacharoq bo'lib qoldi. Atya. Yaxshi. Ozarbayjon bilan ahvolimiz 28% yomon, Eron bilan 16% yaxshi ekanmiz. Unda qaraylar, unda qilamiz. Eron bilan hozircha aloqani yaxshilab turib, Ozarbayjonga tikka solamiz. Ozarbayjon Eron bilan ahvoli hozircha bo'lmaydi. O'zbekiston bilan kelishgan ekan. Yo'q, qaraylar, hech qaysi bilan kelishmaylik-da. Hozir prosta bitta davlatga egalaylik. Bu bo'lsa, katta ehtimol bilan bu Eron bo'lish kerak, sababi hozir Eron urushdan chiqqan va biroz toliqqan ham bo'lishi mumkin. Shunday ekan, Eron bizni kut. Ketdik qani. Dars. Ketdik. Dars. Bitta mingta odam yo'q, bu yoqqa. Dars. 10 mingta bo'lishi kerak deyishga. Ro'paros 10 mingta qo'yini boshlashga. Ketdik. Dars. Menimcha bu yoqqa uncha ko'p armiya bo'lmasa kerak. Har ehtimolga qarshi ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni oldinga olg'a dars. Buni ikkiga bo'lsak bo'laveradi. Bu yoqqa ko'proq qismida. Bu yoqqa eng ko'p qismini jo'natamiz, sababi yo'q. O'zim mashhur qilib bergan. Qani dars. Endi esa bu yoqdagi qo'shinlarni kutamiz. Ketdik. Dars. Qo'shinimiz yetib keldi, shunday ekan olg'a bosamiz. Oppana. Ketdik. Dars. Kesin bu yoqqa darslar. Dars. Bu yoshqalari jes. Ikkitasi qiz. Bo'lsa nashar dars. Go'zal Turkiston. Hop akalar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Bu video juda ham ajoyib chiqdi. Yerimizni qariyb 2,5 baravariga oshirdik. Eronda bir qismi 3dan 1 qismini egalladik. Xitoyda 10 dan demaylik, 7 dan 1 qismini egalladik. Pokistonda to'liq egalladik. Keyingi safar qaysi tomonga yuraylik? Qirg'izistonda egallaylikmi yo
Hindiston bilan normalda urushib, yerlarimizni to'liq kattalashtiraylik. Mana shuni yozib qoldiringlar. Va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Bay bay.